Musulmonlar hammasi aka-uka. Alloh taolo bunga ulkan ajr beradi. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Musulmon kishi kechirimli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo isloh haqida Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloha la'allakum turhamun. Hujurat 10-oyati karima. Bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo aytadiki: albatta mu'minlar aka-uka birodardirlar. Bas ikki birodaringizni o'rtasini isloh qilib qo'ying, ya'ni tuzatib qo'ying. Allohdan qo'rqing. Shoyatki sizga rahm qilinsa, ya'ni sizlar Allohning marhamatiga muyassar bo'lsalaring deydi Alloh taolo. Mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo shunday bir hukmni bizlarga joriy qilyaptiki, musulmonlar hammasi aka-uka. Agar biz haq mo'min bo'lishni xohlasak, mo'minlarni hammasini o'zimizga tug'ishgan aka-uka kabi birodar bilishimiz kerak. Alloh taolo innama deb ta'kid bilan aytayapti. Endi ularning orasida kelishmovchilik bo'lsa, aslihu. Alloh taolo aytayaptiki, isloh qilib tuzatib qo'yinglar deb buyuryapti. Va oyati karimani oxirida Allohdan qo'rqinglar. Nima borasida Allohdan qo'rqish? Yuqoridagi aytilgan Alloh subhanahu va taoloning amriga bo'ysunish borasida Allohdan qo'rqishimiz kerak. Ya'ni musulmonlar bilan aka-uka bo'lib yashamaslikdan Allohdan taqvo qilishimiz kerak. Ikkita musulmonning orasi buzilib qolgan bo'lsa, ularning o'rtasini isloh qilmaslikdan Allohdan qo'rqishimiz kerak. Alloh eslatyapti. Allohdan qo'rqinglar. Shunda sizlarga rahm qilinur deydi. Ya'ni Alloh rahm qiladi. Alloh qay bandasiga rahm qiladi? Allohning amriga bo'ysungan va Allohning qaytarig'idan to'xtagan bandaga Alloh subhanahu va taolo rahm qiladi. Musulmon kishi samohatli bo'ladi. Ya'ni musulmon bag'ri keng bo'ladi. Musulmon kishi kechirimli bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bir ikki kishining o'rtasida kelishmovchilik bo'lib qolgan bo'lsa, birinchi borib gap boshlagan odam yutadi. Alloh taolo bunga ulkan ajr beradi.